Terminal API dasturining kadrlar boshqaruv paneli. Bu boshqaruv panelida yangi ro'yxatdan o'tganlar, aktiv xodimlar, jami oylik maoshlari, bu oydagi tug'ilgan kunlar sonini ko'rish mumkin. Oxirgi o'zgarishlar, tezkor amallar bo'limida yangi xodim qo'shish, xodimlar ro'yxati, terminallarni ko'rish imkoniyati mavjud. Bo'limlar. Bu bo'limlarda yangi bo'lim qo'shish imkoniyati va bo'limlar ro'yxatini ko'rish mumkin. Xodimlarni ko'rish imkoniyati, yangi xodimlar va aktiv xodimlar, arxiv holatdagi xodimlar va yangi xodim qo'shish imkoniyati bor. Terminallar bosh ofis va filiallardagi terminallarni ko'rish va undagi xodimlarni ko'rish va ularni aktiv emasligini belgilash va kameralar ko'rish, filial bo'yicha filtr qilish, IP bo'yicha filtrlash imkoniyati bor. Davomat bo'yicha kunlik va oylik davomat bor. Davomatda kirgan vaqti, chiqqan vaqti, ishlagan vaqti, chiqish vaqtlari, erta kelgan va qo'shimcha ishlagan soatlarni ko'rish mumkin va undan tashqari qo'lda tahrirlash imkoniyati bor. Oylik davomat. Ish kunlari, dam bayram kunlari, ishga kelganlari, ishga kelmagan kunlari, kechikkan kunlari, erta ketgan kunlari, jami soati, qo'shimcha ish soati va ish vaqtida bo'lmagan soatlarni ko'rish imkoniyati bor. Undan tashqari filial bo'yicha jadvalni filtrlash va xodimni o'zini qidirish imkoniyati bor. Oylik maoshlar. Ishlagan norma, asosiy maosh, qo'shimchalar, ushlanmalar, sof maosh va holati hisobga olingan yoki hisobga olinmagan bo'ladi. Uni tahrirlash mumkin. Ustama, qo'shimcha to'lov, mukofot puli, avans, bosh ushlama har birini belgilab tahrirlash imkoniyati va to'lash bilan har bir xodim uchun ish haqi hisoblangan holatga o'tadi yoki har bir xodim bo'yicha to'lash imkoniyati bor. Filiallarga alohida jadvalni shakllantirish mumkin va xodimlar kesimida ham shakllantirish mumkin. Bayramlar, tashkilotdagi bayramlar, korporativ dam kuni va milliy 9 ta bayram va ularni faol yoki yoqish imkoniyati bor. Masalan, bizda undan tashqari AI agentimiz bor, AI yordamchi, unga savollar beriladi va u bizga javob beradi. Oylik ish haqi fondi qancha? Faol 60 ta xodimning oylik asosiy maoshi yig'indisi 435 million so'm, o'rtacha 7,250 ming so'mni tashkil qiladi va shunga o'xshash savollar, aktiv xodimlar va noaktiv xodimlar ro'yxati yoki ishga kech kelgan ishchilar ro'yxatini so'rash mumkin. Kuni kelgan xodimlar yo'q ekan. Shu bo'yicha savollaringizga javob olishingiz mumkin.